Manasının rolunu bek aşırıp bek köptürüp sözleyip nereye degan tıqalla. Ma shu ipini bir ko'rib boqaylik. Erler ayollarning pulni ishlatishdan eng qo'rqadi. Ishlatib qolsangiz, eringiz sizni sirtga chiqarishga ko'z qiymaydi. Kechda surkab, kunduz ishlatmang. Dal shu narsani joyli qo'rqibsiz ishlatmang. Uzun yillik xunuk kamsarga ketgan bo'lsangiz ishlatmang. Chunki bu ularning adabini rosa berib o'tadi. O'zingiz ishlamay qilsiz, uyingizdagi ruya, chim, qo'ymi, jang, tunga va qatorliqlarning o'rnini mush bir quti basalaydi. 30 yoshdan oshgan xonim qizlar, oldirib berib ketishni xohlamaydim degan qizlar, gapimni anglang, tundining bu mahsulotni cho'qimdan cho'qim sinab biting. Buradaki ovoz boshqalarning ovozi etib qoldi. Endi boshqalarning rasm bo'lg'achqa men shu pinning ustiga o'zimning rasmini kirishtirib qo'ydim. Men harigiz oshirib etmadim. Buni to'rda ajoyib oshirib maqtisi maqtaydiki, hech kim buning roliga hech qanday yomon ta'sirda inkas bermadi. Mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Men dastlabda shuni chiqargan vaqtimda dedim. Buni o'g'illar bekchiq tavsiya qildi. Naqshidadigan akalarimiz, shu o'zininki go'zalligi, o'zininki terisiga alohida ahamiyat beradigan akalarimiz, o'qimishliq, gapini anglasangiz bir narsa o'rganadigan qarindoshlarimiz erlar ko'proq tavsiya qildi. Chunki men nari qaytim dedim. Erlar odatda noit aql bilan ish qildi. Bir narsalarni shunchalik yetti o'lchab bir kesidi. Endi qizlar sal hissiyatchan kelamiz. Ba'zida bir narsani ikki qaytim maqtab qo'ysami, ha, yaxshimi nima deb ap qolamizki, o'g'illar undaq bo'lmaydi-da. Shu ma'nosini men olgandan keyin ishiltib terimning haqiqatan bek suzlib qolganini, masalan, bugun bir taloq chiqib, oftobdan biroz kuyib qolganda kes qilsam, yoki terimning bo'shab qolganligini his qilsam, ma choy memoni darhol surman. Surib qo'yib 15 minut qo'yma. Mening terim ham sezgur ham qurg'oq. Shunga sezgur teri, qurg'oq teridagi ochsanglar, qo'rqmay ishlasangiz bo'ldi. Qo'yuq surib yuzingizga, bo'yinlaringizga, ko'zingizning atrofiga surib bo'lgandan keyin bir 15 minutdan keyin yuvsangiz, men demasam o'zingiz his qilasiz. Teringizning rangi suziladi, suvga qonadi, teringiz chingiydi. Endi boshqa shupini degandek buni sürküsünüz, yo'ldoshingiz o'tdan taloq chiqishdan ansiraydi deb endi ba'zi narsani bek ayollik munosabatga bog'lab so'zlashni men yaxshi ko'rmayman. Men faqat o'zim ishlatgan haqiqiy hissiyotim sizlarga so'zlayman. Endi mana hozir qattiq qo'yuq yuzimga surib oldim. Men qo'lim mening bo'lgandan keyin, chunki men yetib qaytib kelgandan yoqi mehmon kelyotdi, choyni ichib chiqqandan keyin qachini to'xtamasdan yuvaman. Unisi palaykishga toza ko'nanmadim. Asli palaykib yurgan bo'lsam bo'lmaydi. Qo'llarim qurg'oqlashib sal tortishib ketdi. Shuning uchun men odamning qo'limi, mush qizlarning ikkinchi yuzi deb qo'ydi ekan. Uning ustiga mening qo'lim aslidan noyitim cho'ng so'ngaklarim bir xil uzun bo'lgandan keyin, shunglashqa mush qo'limni yaxshi asramasam bo'lmaydi. Shuning bilan men qo'limda telefonni shipinlan saqlash biyab bo'lg'achqa Sarina qizim qilishib berdi. Qaranglar, men qo'limga surib oldim hozir. Mush pitim 15 minutgacha yoki 20 minut atrofida qo'yib yuvitimiz tuqqanlar. Shunga o'zinglarning go'zalligiga, teranglarning ching, sap, qiyirmay turishiga ko'ngil bo'ladigan ochi-singillarimiz bir haftada 2 qitim vaqtingizni chiqarib surib oladigan bo'lsangiz, teringiz ching, suzuk, paqiraq, undan keyin teringizningki rangimi bir xil hamma yeri o'xshash holatda bir yer oq bir yer qora bo'lmasin, shundoq bo'ldi. Shunga hozir men buni chiqarib qo'ydim. Bu Tondining maslahati. Endi bu Koreyaning maslahati desam, Nerede Tondi Koreyaning deyotgansizlar? Bu aslida Koreyaning maslahati ekan. Bu marka Jungo o'tkazib uzoq bo'lmabdi. Ammo butun texnikalari, butun ishlatgan yo'nalishlar hammasi Koreyadan Hango Jinko qildi ekan. Endi buni to'rdimida ko'rib baqsanglar bo'ldi. Bu o'zimizda bo'lgan narsa emas. Shuni Tondininki nasrini ishlatgan do'stlarimiz o'zi maqtaydi. Qaranglar, mana yarim soat bo'ldi. Shuni sen saqlatmay deb yuvatdim. Terim bir xil suzilib, chingiyib qarsanglar bo'ldi mana. Suzilib bir xil aslidagidan paqirab qaranglar, qo'llarim shu. Shuni chiqarib qo'ydim aytsanglar, ehtiyojingiz bor. To'rda bek maqtib ekan deb o'ylamaydigan tuqqanlarimiz ishlasanglar bo'ldi. Yo'ldoshim sovuqqanti, o'zim ag'atim degan aytsanglarimiz bekchiq. Tugab qolgan bo'lsa elib ishlatinglar, unda biz chiqarib qo'ydim. Xayr, xo'sh.